Assalomu alaykum ahli YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun 3-yanvar 2026-yil navbatdagi labolarga mana tunuka o'rashni boshladik. Alohida sondiq qo'yish degan maqsadimiz videolarda aytamiz. Mana bu laboga alohida sondiq qo'yib berdik. Mana ko'rib turibsizlar. Yo'llari ham akkumulyator devoni ham yopiladi. Ichlariga arqon kulich, aptechka solib yuraverasizlar. Alohida qo'yib berdik bu akaga, mana ko'rib turibsizlar labosiga. Hop, bu laboga tunuka qopladik. Atrofiga shumkalar yopishtirib, penaplekslar qo'yib, kontinentallar qo'yib, hammasini berdik. Hamdaqa rezinkalar ham alohida sotiladi. Sondiq ham bor ekan, hamdaqa duvgalar ham alohida sotiladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, u ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Ustalar qaydan keldingizlar? Farg'ona viloyati Uchko'prikdan kelgan akamiz labosiga mana tunuka o'rab bo'ldik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, Setofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa kommentariylarga yozib qo'yinglar. Kuzatishda davom etib, do'stlar, yaqinlarga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.